Alisher Navoiyga sifatli seks yetishmagan. Nega? Men bir baytini o'qiyapman-da uni. Baytida yozadi. Men istar o'z suhbatiga arjumand etmas, meni istar kishi suhbatin ko'nglim pisand etmas. Alisher Navoiy. Mana shu bayt orqali. Ya'ni shu qizuki Alisher Navoiyda ham sifatli seks yo'q. Xorvatda ham o'sha paytda qancha shoir bo'lsa ham 400 ta, 500 ta, 15-chi. Ko'ngli yoqadigan odam bo'lmaydi. Alisher Navoiyning yana bir bayti bor. Odam borki, odamlarning naqshidir. Odam borki, hayvon andin yaxshidir. Endi bu fikrlar shu darajada jirkanchki, ularga rad deb berishga ham odam jirkanadi. Lekin bular odam bo'ladimi deb jim qarab tursak, bularning isqir targ'ibotlari yildan yilga ortib boryapti. Hatto mana shu atlas ko'ylak kiygan bachcha o'tgan yili qizlarimizga bokiralik nima kerak deb baqir-chaqir qilib chiqdi. Mayli, endi bu uchun xotini, onasi, opa-singili qizlari birovning tagida yotishi normadir. Bu uni o'zi uchun qabul qila olar. Lekin biz hamiyatli o'zbek jamiyati erkaklari bu narsani o'zimiz uchun hech qachon qabul qila olmaymiz. Biz uchun nomus masalasi kerak bo'lsa jon olib jon berishga arziydigan masala. Unaqa bir tiyinga qimmat isqirt propagandalarga ko'z yumib qarab tura olmaymiz. Endi bu o'rinda ta'kidlanayotgan sifatli seksga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bu atlas ko'ylak bachcha sifatli seks deb aynan erkak bilan erkak o'rtasidagi munosabatlarni nazarda tutyapti. Chunki Hirotda shuncha shoir bo'lishiga qaramasdan Alisher Navoiyga sifatli seks yetishmagan deyapti. Bu bevosita, to'g'ridan to'g'ri erkak va erkak o'rtasidagi munosabatlarga da'vat hisoblanadi. Ya'ni kim? Alisher Navoiy boshqa erkaklar bilan bachchabozlik ishlarini amalga oshirgan degan iddao bor. O'zi umuman bular nima xohlashadi? Bizning ota-bobolarimizni mana shunaqa bachchabozlikda aybladi. Eslasangiz, bundan 3 yil muqaddam bir g'arbning josusi Agneshka degan xola kelib Boburni bachchabozlikda ayblagan edi. Shundan keyin uni orqasiga tepib quvib yuborishdi, bizni ota-bobolarimizni haqoratlagani uchun. G'arbning propagandasi aynan shunga qaratilgan. Ya'ni bizning jamiyatga to'g'rilikcha LGBT g'oyalarini olib kira olmaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Aynan LGBT, ya'ni bachchabozlik bu bizga azaldan kelayotgan an'ana sifatida ko'rsatiladi. Ya'ni sizlarning ota-bobolaringiz ham xuddi mana shu ishni qilib kelgan. Misol uchun Bobur qilgan, Alisher Navoiy qilgan va hokazo qilgan degan iddaolarni ilgari surishadi. Endi adashmasam Sanjar Nazir degan bir adabiyotshunos akamiz ham aytib bergandilar. Unga aynan Alisher Navoiyning bachchabozligini yozib berishi uchun Toshkent markazidan 3 xonali uy va'da qilishgan. Aynan g'arb davlatlari tomonidan. Va bugun oramizda bizning ota-bobolarimizni bachchaboz qilib ko'rsatishlik harakatlari avj olib bormoqda. Bugun biz bularga shunchaki jimgina qarab turadigan bo'lsak, ertaga bizning kelajak avlodimizning ongiga bevosita bachchabozlikni olib kirish harakatlari avj oladi. Hozircha bular bizning jamiyatimiz bu narsaga o'ta keskin qarshiligini, radikal qarashda ekanligini yaxshi bilishadi. Shuning uchun o'tmishga zarba berishadi. Adashmasam mana shu atlas ko'ylak kiygan bachcha boshqa chiqishlarda ham juda ko'p marotaba ta'kidlagan bachchabozlik bizdan norma bo'lgan, oldin ham ko'p bo'lgan bunaqa holatlar deb chiqqan edi. Va bugun mana endi Alisher Navoiyning bachchabozligini iddao qilib chiqyapti. Bunaqalarning og'zini yopmasak, qarshilik ko'rsatmasak, ertaga bizning kelajak avlodimiz xavf ostida qoladi. O'ylaymanki, bizning farzandlarimizning ongiga har xil isqir g'arbning g'oyalari kirib kelishini oldini olish uchun biz birlashishimiz kerak. Shuning uchun barchangizdan mana bunaqa atlas ko'ylak kiygan bachchalarning gapiga aldanib qolmaslikni so'rab qolgan bo'lar edim. Endi shu o'rinda sizlarga bir savol bilan yuzlanaman. Mana shunaqa isqir g'oyalarni targ'ib qilayotganlar qanday sekslardan paydo bo'lyapti? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. O'ynab qo'yay.